Xo'p, Ozodboy, nasib bo'lsa kuzatuvchilarimiz, muxlislarimizga yaxshigina yana bir nima deydi, ma'lumotni beramiz, ilinamiz. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlarga hozirgi ko'rsatib o'tadigan variantimiz uzummi, uyimmi, remontimni boshlaganman. Hali 6-qavatda birinchi seriyasini qiluvdik. Bunisi 3-qavatda 2 xonalik. Hujjatda ham 2 xona, 50 kvadrat maydonga ega bo'lgan studiya qismimi, boshqami yaratyapmiz. Nasib bo'lsa, o'shani birma-bir sizlarga ko'rsatamiz. Remontimizni boshidan oxirigacha kuzatib borishinglarni tavsiya bermoqchiman. Nasib bo'lsa, demoqchimanki, bir chiroyli yaxshigina remont boshlaganman. 2 xonalik 3-etaj Imran Building. Imran Building qayerda deb aytishadi? Mana Buxoro City'ning ro'parasi, eng yaxshiroq lokatsiya shundoqqina ko'rsatgan. Mana shu Fathobod Shayxul Olam masjidimizni yonginasida bo'layotgan ko'p qavatli imoratlarning 3-qavati hamda 6-qavati. To'liq 100% kamera kuzatuv moslamalari, mana shu lestnitsa qismiga alohida podez, liftga alohida podez. Faqatgina menga berilgan mana shu chiroyli chip. Nima deydi? Faqatgina menga degani to'g'rirog'i podezingiz uchun alohida chip beradi. Menga istagan podezga chiqish uchun universal chip berilgan. Bu albatta faxrlanarli holat. Mana shu Imran Buildingni quruvchilariga balli deb qo'yaman. O'zimni shaxsiy o'rtoqlarim, aka-ukalarim to'g'risi demoqchimanki, yaxshi atmosfera beradi. Xudo xolasa niyat qilib boringlar, mana shu kvartiramizni sohibi siz bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqangi chiroyli kirish qismlari, kattagina lift sizga 10 talik, 12 talik, 15 talik istasangiz mana shu mehmonlaringiz bo'lsa, mana shu lift sizni xizmatingizda bo'ladi. 3-qavatga chiqamiz, nizapitni chiqamiz. Qani ustalarimiz nima ish qilishyapti nasib bo'lsa. Mana shunaqangi chiroyli lift. Liftga ham kuzatuv moslamasi qurilgan. Uzoqda mana shu musofirda ayniqsa ko'pchilik mana shu YouTube kanalimizni 70-80%ni mana shu musofirda yurganlar tashkil qiladi. Sizlarga niyat qilib qo'ydim mana shunaqangi imoratlardan yaxshigina xonadon sohibi bo'lishinglarni. Podezni doim maqtayman. Mana shu lestnitsa uchun alohida podez, lift uchun alohida podez. Mana qurilish mollarimiz kelgan. Mana shu demoqchimanki, sherdan mana shu podez qismiga endi mana shu kurit qiladigan kurilka moslamasi yo'q deyishadi. Mana sizga podezga pastga tushishni hojati yo'q. Lekin kvartiramizni balkoni ham mavjud. Yaxshigina joydan olib qo'yganman, o'sha remontini boshlaganman. Nizapitni kirib boramiz, qani nima ishlar bo'lyapti. Mana shunaqangi chiroyli variantni sizlarga taklif qilaman. Nasib bo'lsa niyat qilib boringlar. Balkim shu xonadonning sohibi siz bo'lasiz. Mana shunaqangi mana qurilish mollarimizni hammasini ko'rsatib o'taman. Defekt qurilish mollari emas. Mana shu nima deydi? Rodban deydi-ku, mana shu Rodban qurilish moli adashmasam 100 dan o'tdi. 100 qopdan o'tdi. Sababi bu narsadan men juda ham ko'p ishlataman. Bu universal zo'ri shu. Demoqchiman, keyinchalik remontingizga ham effektivni chiqishiga ham yaxshigina samaradorlik. Mana bu yoqda bizani demak 3 tagina qo'shnimiz, mana shu yoqdagi kvartira meniki. Mana shu nimani oyoq osti qismini Suxoy styashkadan chiqardik. Hozir ustalarimiz ishlab turibdi. Mana bu qurilish mollarimiz ham hammomga olib keldik. Mana shu kafeldi. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatamiz. Hozir to'liq rodbandan chiqdi. Endi shpatlyovka ishlari boshlandi. Nasib bo'lsa, elektromontaj ishlari bo'lgan. Nasib bo'lsa, ana shu yoqda shitimiz bo'ladi. Demak, kirib kelamiz. Mana ustalarimiz, assalomu alaykum ustalar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu oshxonamiz bo'ladi. Duh kontur katyolimizni o'rnatdik. Balkonimiz bor. Birma-bir nasib bo'lsa to'g'rimizda mana Karvon Shopping, Buxoro City. Har bittasidan aytib o'tganimdek, primerka olib qo'yaman. Bu qurilish mollarimizni vaqtinchalik mana balkonga chiqarib qo'yganmiz. Mana shu narsani olaman, mana shu narsa primerka. Har bittasidan bitta olib qo'yganman. Sababi kim mana shu uyimizni sohibi bo'ladi, qayerda nima ishlatganman hammasini отчетini beraman nasib bo'lsa. Keyingi qismini ko'raylik. Bu oshxonamiz. Mana shu joyda Ozodjon nasib bo'lsa pojarniy mana bunaqangi signalizatsion sistemasigacha olib kelib qo'yganmiz. Mana shu joyni
istasam studiya qilmoqchiman, istasam panorama mana shu xitoyliklarning nimasi bor-ku, mana shu akvaromlardan chiroyli mana bu realisni eshik qilmoqchiman. İstasam studiya, istasam prixoji sifatida foydalanaman, istasam alohida xonasi. O'sha narsa menga juda ham kerak. Men bu yoqda esa usta hormang, mana kafel boshlandi. Sushilkasigacha qilganmiz. Nasib bo'lsa, bu yoqda smestitellar bo'ladi, vanna hamda rakvina men bu yoqda bo'ladi nasib bo'lsa, o'sha boshlandi bu yog'i. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatib boraman. Bu birinchi qismimiz. Albatta musofirda yurganlar juda ham qiziqishadi. Sizlar bizga reaksiya bildiringlar. Sizlarning fikringlar menga juda ham zarur. Kommentariyada yozinglar. Nima qilishim kerak, nima balki aqlim yetmagan bir nimalar bor. Keyin bir narsani ko'rsataman, nasib bo'lsa o'zim to'liq tepli pol bo'ldi. Lekin men mana bu ikkita nimani chiqarib qo'ygan har bitta derazaga istasangiz tepli pol sizga yoqmasa, mana batareykani o'rnatib, tepli polni atsaydini qilib batareyka sistemasi yuritaverasiz. Mana shu istasangiz juda ham sovuq bo'lib ketsa, ham batareyka ham tepli polni ishlatishingiz mumkin, isitish tizimini. Lekin mana shu atmosfera uchun olganman. Xudo xolasa kelajakda juda ham chiroyli manzara barpo bo'ladi. Chap qo'limizda esa mana shu joyi mana kriti perikryotskasidan ham zo'r bo'lib ketadi. Sababi mana shu svetofor o'rnatiladi. Buxoro City'ga qarab Pilusovoy mana yo'l ochiladi. Nasib bo'lsa, ushbu kvartiramizni niyat qilib qo'yaman aynan sizga. Siz esa birovga tashlab qo'ying, sizga niyat qildim deb niyatingizga albatta yetkaradi. Xudo xolasa. Mana bu ikki tomonda bira bo'ladi. Spalni garnitura nasib bo'lsa to'lig'icha birma-bir sizga ko'rsatib o'tamiz. Albatta keyingi seriyamizni ko'rib borish uchun like, podpiska tugmasini esdan chiqarmanglar. Keyingi ikkinchi qismini o'tkazib yubormaysizlar. Nasib bo'lsa birma-bir nimalar bo'lyapti hammasini shu efirda ko'rsatib boraman. Like bosib tarqatishingizdan chiqmasin, salomat bo'ling.